Assalomu alaykum do'stlar, YouTube muxlislari hamda kanalimiz obunachilariga ko'rib turganingizdek seximizdan yangi mototsikllarimiz Miniski 125 ot kuchi do'stlar. Hamda stanoklarga oid barcha stanoklar, stroykaga oid qo'yingki gazobloydan tortib penobloy apparatigacha do'stlar. Hamda gipsoblok, penablok, gazoblok, polistrablok, blokka oid barcha stanoklarimiz, hattoki shlaka blokgacha do'stlar. Hattoki mana bunday holatda liniyaviy gazobloklarimiz katta korxonalarga bemalol gazoblok g'ishtlarini yetkazib berish imkoniyati bo'ladi sizlarda ham do'stlar. Liniyali holatdagisi hamda katta apparaturniyadagi stanogimiz ko'rib turganingizdek lentayu shineklarigacha. Do'stlar, ko'rib turganingizdek gazoblok, penobloy stanoklarimizni komplekt tayyorlab qo'yganmiz. Обычныйsidan tortib yevrosigacha do'stlar. Farqlari polni profil, polni germetika bo'ladi, ikki tomonga ochiladi. Qo'yingki o'rtada bloyda o'zi qoladi do'stlar. Komplekt holatda tayyorlab qo'yganmiz. Komplektda har doimgidek 3 ta qolip, kompressor, mishalkamiz, rastor bochka, akalarga tumba latok, pena generatorlarimizgacha. Shu holatda do'stlar ko'rib turganingizdek 11 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavka qilamiz. Kelib olib ketadigan akalarimizga skidkalari bor. Qancha rasxod qilib kelsa, shuncha o'tib beramiz aka. 1 million bo'lsa 1 million, 2 million rasxod qilib keldimsa 2 million o'tib beramiz akalarga. Hamda mana bu ko'rib turganingizdek bunisi gazobloy stanogi. Bunda qarang do'stlar, 6 tadan chiqadi har bitta qolipimizda yevro gazobloy qoliplari ikki tomonga ochiladi. Bunda ham komplektida 3 ta bo'ladi, hamda mishalkasi bo'ladi. Mana bunday holatda 220, 380 ishlovlar to'klarga hamda suv bochkalarimiz polni montajı, pantaj, shantajlarga chiqib qo'yganmiz, hattoki graduslarga chiqib qo'yganmiz. Mana bunday holatlarda mana 6 gradus issiqlikda bahor keldi, ish qilish kerak, biznesni yo'lga qo'yib, soqqani bosish kerak do'stlar.